Kesina borgan ichida mana 5 xil instrument mavjud. Bular hammasini uchiga nasatkadan qo'yib, ishlatishga tayyor qilib qo'yganmiz. Bular batareykasiga keladigan bo'lsa, 108 voltli batareykadan 3 ta, 48 voltli batareykadan bitta, jami 4 ta batareyka, 2 ta zaryadchilari bor. Bularda instrumentlar o'zi gayka vort, shurpa vort, perforatori, bolgarkasi akalar, picholkasi. Bular bitta ishlab ko'rsatamiz hozir. Mana bu picholkasini ishlashi. Mana. Endi perforatorni ishlatib ko'rsatamiz. Batareykamiz yetsa bo'ldi. Akalar oxirigacha ochib ko'rsatolmaymiz. Batareykamiz yetmay qolishi mumkin. Bular birontasi quvvatlanmagan. Samarezlarimiz mana bu tarafda ekan. Gayka vaqtlarni ishlab ko'rsatamiz. Ishlashlari zo'r. Endi bolgarkalarni ham mana оборотlarni ko'rsatib qo'yishlar mumkin. Bular hammasi 130 dollar bo'ladi mana shu komplektida.